Mana buni qarang, ranglarini qarang. Kafeyniy tsvetda. Ko'pchilik xohlayotgan ana qo'li yo'q nimcha sifat dvoykadan so'rayotdi. Klassik uslubda. Noyobi keldi, noyobi. Ko'pchilik qiziqayotgan dvoykalarimizdan keldi. Bu safarchi men ustidagi rubashkasini ko'rsatishga qaror qildim. Mana buni qarang. Qali zo'rmi? Mana buni qarang, matosini, yoqalaridan tikilishlariga, choklariga ahamiyat bering. Tumanchalarning uyg'unligiga qarang. Ana shu bir xil dvoykani olasiz, tumanchasi ikki xil bo'lib qoladi. Bir xil. Qarang, cho'mchak ishlaymikan? Cho'mchak ham ishlaydigan. Mamizchi ham ishlaydigan. 4 ta cho'mchagi bor. Bemalol pulinglarni sog' yuraverasizlar. Qarang, robashkani, ranglarini qarang. Va bunga moslab turib shunaqa zo'r brukisi ham keldi. Mana shu ipami arqon ekan. Ha, bilegan bunaqa remelari bilan ekan. Voy, uzun ekan. Bu men shortu sifatida o'ylayman. Ana qarang, yangilikni zo'ri keldi. 48, 50, 52 razmergacha keladi deysizmi, kelmaydimi? Nima deysiz? Keladi 50 ga. Usti kelarmikan usti 50 razmerga, 52 gami? 48 ga zo'r kelsa kerak. 48 ga menimcha yaxshi keladi tepasi. Demak, biyodra tomoni men kengligi bemalol 50-52 ga ham kelaveradi. Hurmatli mijozlar, hammanglarni do'koningizda kutamiz. Mana choklarini qarang, kengligini qarang. Sifatni qarang, sifatni. Ichida voy podyubniki ham bor ekan. Bemalol quyoshdan yuraverasizlar. Ichi ko'rinmaydi. Shunaqa zo'r sifatli narsa olmoqchimisiz? Aynan bizning do'konga kelishingiz mumkin. Navoda kela olmasangiz 12 viloyat bo'yicha dastavka xizmatimiz bor. Hammanglarni kutib qolamiz.